Salom akalar, sizlar bilan Xushnud Vlogs. Bugungi videoda Roblox lekin cheat. Men cheaterman akalar. Bugungi videoda cheater olamiz. Xo'sh, bu videoda nima qilasizlar? Ruslan degan bo'lacham aka Telegram gruppadan top oldim. O'ynayapsizlar. O'yin 0 kun yashagan ekan, bir ko'p kun yashatib boramiz hozir. Men anamda qilyapman cheatingni. Okalar, bundan oldingi akkauntimda bitta anaga berib Telegramdan kommentariya yozgan odamga. Mana shu akkauntdan berib yuborman desa, besha xohlasalaring. Давайте uchamiz hozir. Qani Ruslan? Qansiz? Biraz. Zo'rmi? Akalar cho'qinib Давайте tushunmaydi birin qilamiz. Kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, nikim Xushnud Vlog 10k. Kimdir o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysin, drizlar olib qo'yaveraman. Ya. Akalar, drizlar olib qo'yaveraman, hamma drizni taylab qo'yaversin. Akalar, bola hayron, nima bo'lyapti? Aka, hayron qoldim. Juda bolacha hayronda, men nima qilyapman bu yerda? Voy taram. Akalar, boshqa narsalardan birin qilaylik. Ruslan, neysan aka? Zo'rmi? Bilyaptim, ishlar ukajon. Birin nima qilamiz? Давайте log. Shuncha narsalar birin qilamiz o'sha. Ey, degan hisobdan tushdi, yo'qda shuncha. Metaldan lekin tush kerak ko'proq. Keyin yana kimda ana delta bo'lsa, max scriptni berishim mumkin tekinga. Kommentariyaga yozib qo'yishim mumkin. Ukayn, men full qo'rdim. O'zingga chiqay. Bu daraxt cho'p qo'yla u. Og'zingga chiqaysan. Короче, hammani birin qilamiz ukaga. Telefonim lagladi, ichida qolib ketdi. Ukajonim. Birinchi o'ringa bundan oldim men. Ondan oldin men bu kunlardan qilib olgan bo'lardim. Sababi boyaga to'ldi, faqat sandiqdan chiqadigan narsalar original sandiqdan chiqadigan uchun. Chunki ana bular uchun mayinda bosamiz. Kiloveramiz. Triyadan oqib ketdi. Ana. Triyaveram tayyor. Birinchi kiramiz endi. Birin qilamiz bularda. Ben nimaga birin qildim desanglar, men bitta xarita. Bitta modni eng zo'r tarafi hozir ko'rsataman. Eng tezga o'tamiz va vakilar. Endi bosib qo'ysa, avtomatik ochib ketaveradi oldiga boshlaydi. Sizga bular oldiga borayotgan sababi ana birin qilgandan keyin birin bo'lmay qolishi mumkin-da. Oldiga borib qo'yishim kerak, birin qilganda tushib ketaveradi oldimga va boshqa shunaqa narsalar ham. Okalar, sizlar ham ana qilinglar. Agar skript bergandan keyin ishlamayapti-ku, aka, ana birin qilganni bir-birlar desanglar, men gapirib o'tirmaydi. Oldindan ogohlantiryapmanmi, aytyapman ham keyin. Sal balandroq uchganlar yaxshi chetda. Cheslar bor yo'qotibdi. O'xmamda botches bor ekan, da shuni buni borib ko'ramiz. Okalar, chetda qotibdi nimagadir. Давайте bo'ldi, teleport qilamiz bazaga, buni o'chiramiz. Teleport.
Ben keldim uka. Okey, lekin buni qo'chqosalaring ham o'lmaysizlar bu mod ana skript bilan. Yani endi bir boshdan foildan bitta birin qilib qo'yaylik-da. Men ukacha o'soroqlar chiqib ketgandan keyin-da okalar, men avval chiqib ketishim mumkin, boshqa qilishim mumkin-da. Shuncha foil sababi nima desanglar, buni men olbarilar yo'llarni qancha ko'p tashladim. O'tgan sababini tushunmayapman. Kesin yurtdagina metalda qilmay turaman, metalda oxirida qilamiz. To'lga kelsak mana, ya. Nima to'l bo'lmayapti? Alo. Agun chiqardim. Agun bu bo'lyapti. O'tkash bilmadim. Okey, lekin bu modning eng yaxshi tarafidan bittasi qaranglar. Hop, God mode bor mana shu yerda mana. Mana shu God modeni shuni yoqib qo'yinglar, ustiga bosib bitta yonadi. Mana. Postlarim bo'ldi mana o'sha. Yon o'sha God modellaringizlarni. Bu endi qaranglar, nima qilamiz buni ishlaymiz mumkin. Local player. Hatta triangle'larım bor, benim işlem mümkün. Teleport mana. Qanday bu bularni. Ekin Ruslanni olib bitta tepossa ustiga teleport bo'ladi avtomatik. Bu ham tashqi tarafi 6767 mana Wolf'ni olib bosib shunday Короче, mana buni shuni bosamiz. 308 metr buyoqdagi. Şimdi ko'rsataman qanaqa yaxshi taraflar borligini. O'yin sal qotobdi nima deganini mod ko'ryapsiz va qancha joy загрузка qilib beryapti birdan. O'shaning uchun sal qotishi mumkin mana. God modini o'qigandan keyin bular hech qaysi bilmayman. Kaltsam shuni nokilib qilamiz. Kirib ketaveramiz bular. Bu yoqdan xavotirlanmasalarim bular. Joylar o'lib ketaveradi. Men nima dedim hozir? Kelabman. Bura optisiga uraysizni. Sen bir yo'q, o'lman farqingiz yo'q. Ham. Belgilasib. Teleport. Yo'q, ona nokilibni qo'yishga ko'rdilar. Sagilim bilan kit qasi. Uran kelganlar. Rasmen eng pastda shunday nokilibni bosib sababim sizlarga bandage kerak, bandage topolmaysizlar. Lekin nima qilasizlar, kartani aylanishni boshlaysizlar. 3 1-2 aylanib chiqasizlar, uncha ko'p emas. Sandiq ochiladi, o'shalar olgan. Birinchilar bo'ldi-da, biratlar. Uncha emas. Sandiqlar oldiga 1-2 borib kelib bo'ldi. Rubichi chiqib qolishi mumkin. Unday narsalarni ham birin qila olasiz. Bu hamma tool, gun degan narsani anosini yo'q qo'ysangiz bo'ldi. Mana qaranglar, ochligim qo'laman, lekin o'zi umuman o'lmayman. Sababi men buni God modini yo'q qo'ydim. God modini aytdim. Nima vazifa bajarishini oyoqlarim hech qaysi olmaydi. Qizil yozuv chiqsa, ammo e'tibor bermanglar. Bu boya daraxtlarni inasi bo'ladi, kattasi. O'shani ochish uchun kerak bo'ladigan narsa. Kerak bo'ladi shunaqa deb sizlarga o'rgatib ishlasini ochib ketaversinglar. Endi bunday ketib Ruslanbekni ko'taramiz. Nima deysizlar? Men jonim ko'rishlari mumkin. Nokilib ketdim. Buni qaylik, mana buni uchraylik. Chaqaloqchalarni qutqarib ketaveramiz akalar. Qarildi. Keyin qayoqda edi? To'g'rimi lekin ketib borib kelaveraylik.
Fotoğrafda video 3 qo'sa xafa bo'lmanglar. Aytib qo'yay. Shu yerda ham ochyapti-da kartani. Endi nima kerak shu kartani ochib o'zi? Yokida 3 etganimga qo'yibdi. Tez загрузка bo'lyapti-ku kartalar. Wi-Fi tezligi pastda bizlarda akalar. Bu videoni 1x birdan qo'yaman, 1x soatdan keyin yuklanadi. Sababi Wi-Fi ni tezligi past. Tushunasizlarda akalar endi. Hammada har xil Wi-Fi tezligi bo'lib ketdi. Nima o'sha yurman al, teleport. Wi-Fi. Qatishidan qaranglar. Mazza qiladi odam qatishidan. Biringa kirib to'ldi bosib hammasini olib qo'ysalaring bu yer bandage hammasi biring bo'ladi. Lekin nima yozilmagani bitta bandage biring bo'ldi. Qani bratishka. Biring to'l, alo. Öyle, bu çıkıyor. Bu çıkıyor. Hadi abi. Şöyle koyalım yaxshi. Ben brush geçeyim. Abi, şöyle beraymi? Ölüp qolmasligim uchun ukam, noto'g'rimi? Просто tegsa bu qo'shqab o'libsan-ku. Shunga senga birin qilib ketyapman, uka. Biring. Tushunarsan? Okalar, mana aytganim. Kommentariya shunday linkni qo'yib qo'yaman iloji boricha. Agarda skript o'zini qo'yib qo'yishga ham harakat qilaman. Yokida Telegram kanali o'chib ketganda, kimga kerak bo'lsa shu skript yoki boshqa narsa o'zim tayyorlashga harakat qilaman iloji boricha. Sizlar bilan Xushnud Vlogs hozircha ana bular mana rasmga tushib oldi u bilan. Kim yana men bilan o'ynamoqchi bo'lsa